Assalomu alaykum Abzor Info obunachilari. Bugun biz trikotajda eng optim joyi, ya'ni Lilonlarning makoniga keldik. Bizga bu haqida to'liq ma'lumotni ukamiz Muhammad Yusuf ukamiz to'liq tushuntirib berdi. Muhammad Yunus. Endi hamma narsada adashmovchilik bo'ladi. Qarang ukam. O'zbegimga qarang, stajga qiladi, boshqa bo'ladi. Birinchi o'rinda pol qilish kerak. Poldan ko'ra men ularga maslahat beramanki, assortimentdagi katta Lilonlarimiz haqida ma'lumot bersiz. Masalan, linolumlarimiz aka. Endi 1,5 metrlikdan boshlanadi. 4 metrgacha bor. Sizda qarang, necha xil davlatning linolumi bor? Hozir 3 xil davlatning linolumi bor. Toshkent, O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya. Rossiya. Xo'sh, Qozog'iston linolimiz qaysi? Qozog'istonlarimiz mana shular aka. Bular necha bo'ladi? Endi 1,5 metr bo'ladi. Yana 1,5 metr bo'ladi. Xo'sh, O'zbekistonnikilar? O'zbekistonniki ham mana shunaqa bo'ladi aka. Qani O'zbekistonniki bormi sizda? O'zbekistonniki aka mana shular. Mana ular O'zbekistonniki. Qaranglar. Ushbu linolim noodatiy bo'lib, hamma narsaga aytaveradi. Kirchim ham, boshqasi ham. Xullas, buningizni 1 kvadrati necha pul? Metrga yuradi aka. Metrga. O'zbekistonniki 55 mingdan. 1 metr 55 ming. Qozog'istonnikichi? Qozog'istonnikini ham shunaqa beraveramiz. Rossiya ham bor dedingizmi? Ha. Ha, rossiyskiy mahsulotlarimiz qaysi? Hozir skladimizda edi. Hozir endi olib chiqamiz. Ular 65 mingdan chiqyapti. Razmerlari necha bo'ladi linollar standart? 1,5 metr bo'ladi, 2 metrligi bo'ladi, 2,5, 3, 3,5, 4 gacha bo'ladi. 3,5 4 gacha. Eng katta assortimentdagi linollarimiz, qarang, ichkarida ko'rib men hayron qoldim-da. Shaxmatligi bor ekan. Hamma narsani modellari bo'ladi-yu. Sizda necha xil model bor? Bizda assortiment ko'p aka. Men misol, hamma yoqda assortiment bo'ladi. Misol, iPhone'niki ham 17, 13lari. Sizda shunaqa modellar ham bo'ladi. Shunga odamlar o'zbek ham tushunadi hamma narsani, modellarini so'raydi birinchi. Bunaqa gullilarimiz bor. Eron gilamga o'xshaydi. Aha. Archa parketlarimiz bor. Bundan ham 3 xil modelimiz bor. Sarig'i, qizg'icha seriyasi bor. Sizga bog'lanish uchun, optim olish uchun telefon raqamlarimizni aytib o'tsangiz. 91lik. Hop. 479 42 46. 42 46. Bizni Sharxonda shunaqa eksklyuziv millioner akalarimiz borki, optim narxda shu joyim tayyor deydi. Lilonning xizmatlarimizni ham, dastavkalarimizni olib borib beraverasiz. Eng muhimi, qaranglar, qadrli sotuvchi, biznesmen akalarimiz, mashqqa kelasizlar, faqat trikotajdagi eng optim 114-do'konga kelsalaringiz, faqat tanlaysiz. Shu mana bundan deysiz, faqat o'zingizga aytasiz, qolgan hamma ishlarimizni ushbu ukamiz sizlarga eksklyuziv chotki narxlarda qilib, joyingizga olib borib, hatto tushirishib ham berishi, xizmatlarimiz ham, usta xizmatlari ham bor. Agar Andijonda bo'lsangiz, mana shunaqa lilonlarda uyingizga solmoqchi bo'lsangiz, ustalarimiz ham bor ekan. Ustalarimiz nomerimizni ham bir qator yozib ketamiz. Yo, aytib ham qo'yaverasizmi? Aytaveramiz. Aytib ham qo'yaverar ekan. Mana 97lik 273 273 0047 0047 ga tersalaringiz, "Alo, usta bormi?" deysiz. Yotgan holatingizda akalarimiz shunday lilonim bilan kerak bo'lsa tayyor usta haqlari bilan boradi. Qarochi, ko'p gapirmaymizda, trikotaj 114-do'konga kelsalaringiz, shunaqa katta assortimentdagi linolimlarni topishingiz mumkin. Qadrli do'stlar, ko'p gapirmaymiz, trikotajga kelinglar, bombardimon narxlarida shu ukamiz sizlarga chotki holatlarda qilib beradi. Bir qator lilonlarimiz ham bormi? Orqadagi narsalar. O, o'sha 2026-yilga bular deyarli yangiliklarda chotkilarni qilib qo'ydi. Qani ko'rsatingchi. Mana akalar, rezinka narsa. Uni ko'proq bog'chalarga, banisalarga qo'yyapti. Anolarchi? Bular ham bir xil, ranglari bor. Qanaqa rang desa? Sizga Mana u. Bu nima bu? Bu gazon aka. Bu gazon ham bor ekan, qaranglar. Tayyor narsa. Qaranglar, sizlarga katta katalogni ko'rsatamiz. Katta katalog haqida ushbu ma'lumotlarni ukamiz o'zi to'g'ri beradi. Bu yerda necha xil katalogimiz bor? Katalogda ko'p aka. Qanaqa rang deysiz, qilib beramiz. Qarochi, anaqa kamalaydi ham ranglari ko'p-ku. Bu yerda ham o'ta ham katta assortimentda kataloglar bor ekan. Qarang, bu qanaqa katalog bu? Bu ham shu mahsulotimiz katalogi. Bu yerda Qozog'iston, O'zbekiston va rossiyskiy narsalarda o'sha mana lilonlarda katalogi bor ekan. Relen, bular Toshkentda ishlab chiqariladi. Toshkent mahsuloti.
Bunimizchi? Bu ham Toshkentda ishlab chiqariladi. Bu ham Toshkent. Rossiyskiy mahsulotlarimizchi? Rossiyskiylarimiz mana hozir aka. Rossiyskiy bo'ladi aka ular. Hop. Buni ham ranglari bor. U rangni o'zi konkretni tushuntiravering. Nimaga bu qalam bu? Bu Ha bo'ldi, assortimentlar xullas 10 xildan ortiq rangimiz bor ekan bu yerda. Aha. Bu nima uchun qalam? Ular ko'proq ashalik ko'p yuradigan joylarga qilinadi-yu, ashli yomon bo'lib ketmas uchun. Asosiy don bo'lsa, Donlarga kirish ham kodlariga, ha? Aha. Ko'p yuradigan joylarga xizmati zo'r narsa. Bularimiz metri qanaqa? Bu ham metr deysizmi, kvadratga yurammi? Bu kvadratga aka 85 mingdan kvadrat metr. Bir kvadrati 85 ming so'm. Qaranglar do'stlar, siz stashga qilishdan oldin to'g'ri plyus uncha bo'lmaydi uyda. Mana shunaqa lilonimni olib 85 ming so'mga bitta tashab qo'yasiz. Ustalar короче bombardimonlarni uyingizni cho'tga qilib beradi. Sen noldan ko'ra to pul topguningizcha bizni lilonimlarni ishlatinglar, qolganlariga qilib qo'yinglar. Yana qanaqa assortimentlarimiz bor sizdan? Assortiment endi tashqarida ham bor, endi kattalarda. Yo'q, qarang, hozir mana polni qoqdiga, endi eshikni burchagi va devorda burchakda qirqimlar qoladi-yu. Ana shunaqaga nima deydi? Plyuntuslaringiz ham bormi? Bor aka, mana. Ha, bunaqa plyuntuslarimiz ham bor ekan. Rangi korичневый, shoko. Qanaqa razmerda desa qilib beraveramiz. 6lik, 7lik, 8lik bo'ladi. Bunaqa razmerlarda faqat 114-do'kondan topamiz. Qolgan do'konlarga bilmadim nima bo'lardi. Kirganimiz ham yo'q. Eng katta vibr короче chetdaymi. Ipsho, Optimga ham ishlaveramiz aka. Optimiga deysizmi, donaga deysizmi, trikotajga kelasiz, 114-do'konga kelsangiz, ukamiz to'liq ma'lumotni beradi. Sizda qarang, necha xil assortiment, necha xil stilda bor. Mana shu do'koningiz. Stillari ko'p aka. Stillari o'ta ham ko'p. O'ta ko'p. Bebaho insonlarga, bebaho narsalar ko'p bo'lganda ukamiz ham assortimenti o'ta ham ko'p ekan. Odamlarga nima deymiz endi? Kelishsin, tashrif buyuringlar, 114-do'konda eshikni taqillasalar, assalomu alaykum. Qadrli klientim. Ana, ham qilib beramiz. Qaranglar. Qaranglar, короче, bu do'konda ikki xil jannatni ham sotib olishingiz mumkin. Sizdan kelgan ma'lum bir manoni sotib olsangiz, haydanglar. Jannatga ham erishasizlar. Bular shunaqa zo'r ish qilishar ekanki, hatto masjidlarga ham sizning nomingizdan ma'lum bir summani shunday ajratib beradi. Bunaqa do'konda menimcha yugurib ham topolmasangiz kerak, qadrli obunachilar. Ko'p gapirmaymiz, trikotaj, Andijon 114-do'konga kelasizlar. Shunaqa chotki optimli o'limlarda narxini ukamizdan sotib olasizlar. Salomat bo'linglar, Abzor infoda qolinglar.